Biz kelgan ekan. Mana burada suyaklar joyidan siljib qo'ygan. 1 yil bo'ldi dedingizmi? 1 yil bo'lgan ekan. Doktorlar faqat pay cho'zilgan, latigan, gereja bor degan emishdi. Dunyo doğrusunu yozgan. Dunyo dorisini yozib, endi 1 yildan beri qilmagan ish qolmagan. Mana qarang. Sut bergan dorilarni sutgan ayollar juda nima bo'lyapti. Mayli, dori olinglar, olmaylar demayman. U fikri o'zlariniki, lekin mana oyoq chiqqan joy bo'ladi. Oyoqni to'g'rilatish kerak uni. Yo, endi ta'sir qilsa yaxshi. Mana hozir biz ko'rdik, lekin 10 minut davom etdimi o'zi? Mana 10 minutda men uchun 90% joyga bordi men uchun. Hozir buni bosgan joylarimiz ozmas. O'shida men bu yerda bitta qoldi deyapti, bu yoqlar hammasi qoldi ora ko'rdi. Men bu oyog'imni suyak yaxshi-da, men bunisiga mamnunman-da. Nima shunday? Mana egri bosgansiz-ku chiqqandan keyin 1 yildan beri. Oyoq sekin-sekin buralib qolganman deydi. Hammada shunday bo'ladi. Mana oyoq chiqqan, oyoq og'rigan, oyoq avaylab bosganligi uchun ham yonbosh chiqib qolgan. Mana hech qanaqa bu yerda nima yo'q. O'zi buralib chiqib qolgan.